Qanday kişilerin ijobiy desek, mesela birinchi dardlanishni o'rniga chorasini izlaydigan. Onda bo'ldi, bunda bo'ldi demak, gap qilma, chorasini izlagan. Dardlanganning hech qanday foydasi yo'q. Dardlanishni o'rniga chorasini qilish. O'tgan zamonda bir podshoh ekan, xalqni sinash uchun yo'lning o'tirg'i yo'g'on bir qo'ram toshni qap-qap odamlarni marab turinglar deb qanday muomala qilgan, uni bir tijoratchilar o'tadigan, o'tib, voy qanday noahli yo'lning o'tirg'i qap qo'ygandiman, to'g'rimabdi bu ish deb tillab qolib ketgan. Yana bir vezirlik deb podshohga deb bir qonun chiqarsa qilgan, bu yo'lga tosh qo'ysa bo'lmaydiganlik to'g'risida deb tillab qolib ketgan. Yana birlari o'tayotgan binasi deb tillab qolib ketgan, hech qaysi toshni midillatmagan. Bir dehqon kelib bir sivet götürüp kilvetken qarapla taşqa sivetini qap-qap aşını götürüp inciqlab götürüşke tirişqan degen başqalar onu körüp hem de taş birelep meni taş etipti. Tuşup ne qilsa taşның астында bir dana neme chiqitgan. Bir xat chiqitgan, bir kichikina qog'ozning ichida mo yoki xaltning ichida minas chiqitgan. Uni elib bo'lsa, yerda 100 oltinmi bor ekan, 100 oltin var va xat var ekan. Mushu qo'lini taşның ostiga qo'yalgan azimat uchun berilgan mukofot mushu degan gapkan. Podshoh shuni kim mushunda ijobiy bo'lsa, masalan, dardlanishni o'rniga bir ishni qilsa, shuning halol bo'lsin deb 100 dirhamni qap-qap degan. Turklarda elini taşның altına qo'yabilirmisin degan gap mishadin gap ekan. O'shining gap ekan. Ya'ni taşның ostiga qo'yib, qo'lingni ko'tarib bunda qilish bu birinchi ijobiylikda bu. Ya'ni ijobiy kishilar Alloh taoladan hargiz umidsizlanmaydi. Har qanday ishda Allohdan umidsizlanmaydi va hayotdan umidsizlanmaydi. Umid var bo'ldi. Hamisha umid var bo'ldi ekan undaq odamlar. Undaq odamlar har qanday narsaninki go'zal tarafiga qaraydigan, go'zal so'zni qildigan. Demak, İnsanlardan vahiyga ergashgan haqiqiy mu'minlar bu qanday yerga bo'lsa manfaatlik, xushbiroq atirga o'xshash, xuddi xo'ma daraxtiga o'xshash. Xo'ma daraxtining hamma narsani foydalanib, xo'misidan, daraxtidan, soyisidan deganga o'xshash. Xuddi mu'min odam xo'ma daraxtiga va hasal harisiga o'xshash, ijobiy bo'lgan. Salbiy bo'lgani rasmiy mikrob to'shiydigan chivinga o'xshashda, hasal harisining tam ta'siri chivinga o'xshash. Qanday bir narsani jarohatga, yeringa, ichilib qolgan yerga qo'nadigan ashan akilib pakiz adamlarninki nimasiga chachadigan. Xuddi shu salbiy insonlarmi shu mikrob to'shiydigan chivinga o'xshash desak, nimishqa bir odamlarni bir ishlarni qilib, hayajon bilan, hamas bilan, tirishchilik bir ishni qilyapsa, bir eg'iz gap bilan so'g'itib qo'ydi. Masalan, bu nima foydasi bor uning? Masalan, bizni kitobni shunda yezyapsizlar, bu kitobning nima foydasi bor desam, uni deymanki, degan odamning o'zi o'qimaydi, ammo boshqalar o'qiydi uni, boshqalar o'qiydi. Men o'qiyotganini bilmayman, dunyoning har qanday joylarida o'qiyotganligini bilmayman. Shunga biz yozamiz uni. Ashunda degan odamlar o'zi o'qimaydi. Ammo o'qigan odamlar andoq demaydi. Salbiy insonlarni shaytondan qochganda qechish kerak deb o'ylayman. Nimishqa deb salbiy insonlarning jamiyatda bo'lganligi intayin ziyonli. U Xudoyim shunda yaratgan, yaxshilik bor, yomonlik bor, o't bor, suv bor, qish bor, yoz bor, bu ta qiyomat ishi bo'ladi endi u. Biz yo'qlamaymiz uni. Lekin ashunaqda saqlanib qolish biz uchun muhimda. Mesela bir bala 18 yaşgacha 250 mingdan ortiq salbiy so'z anglamış hayotida. Mesela sening bo'g'ining mushumi, sen qulog'ingdan ish kelmaydi, dötsen, qog'i kelmaysan, sen qila olamsan o ishni, falonning bolalarni ko'rmadingmi? Sen degan odam emas, deganga o'xshash sanab kelsan minglar salbiy so'zni anglagan degan bu bola o chog'da uningga bak diqqat qilmasmi? Mesela bir ishni qilg'il qo'pab, bir ishga indilib, bu ishdan küçükini g'alaba qozonmag'il qo'pqanda yoki bu ish keyinchi tug'anda, ha menga ashuna degandir, ras yaramas deyting, ras yaramas o'xshayman deb tashlab qo'ydi ishnicha. Bir odamning hayotini nobud qiladi bir eg'iz so'z ya. Yani bir eg'iz so'z uning aksicha bir odamning hayotini qarayta oladi ya. Çünkü bu ijobiylikda bek muhim gap. Ammo salbiy so'z qutgan, insonlarning ruhini ayda tushiradigan, insonlarningki yo'lini to'sadigan mushundaq odamlar rasmiy shu ijodiyatning qobiliyatning qotillari desa bo'ldi. Qotillari desa bo'ldi. Rasmiy qotil hamda bo'ladi. Chunki ani keraksiz bir odam qilib qo'ydi. O'ltirayotganda u odam hayot bo'lsa-mu, hayot roli bo'lmagandan o'likka o'xshash hamda ayda bir holatga tushib qo'ydi. Uning aksicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga har qanday nimani har qanday bir sahobaninki oddiy bir sahoba bo'lsa-mu, ashning eng go'zal tarafini oldiga qo'yib turib, mana ma sahoba degan bundoq go'zal, bundoq bir vaqtida nima İbn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zini aytib, vijik putlarini aytib cho'mashdakkanda bir kuni bu bir daraxtga chiqib ketgan. Sahobalar ko'rib,
Sahabeler külgül turib ketdi. Ya bu paçqı küçük ekan, bunun degan Rasululloh nima deyapsizlar? Buningki 2 puta Allohning dargohida Uhud tag'idimi eg'ir, Allohning dargohida. Bilamsizlar deb bunda deb qo'ydi. Yani degandan bu İbn Mas'ud radhiyallohu anhu qancha xo'shallab ketganini o'zi bildi o chaqda. Moshunda bir maqtab qo'ygan ekan, mening putimninki ojizligi, putimning cho'mashdakligi hech qanday emas ekan, men degan qimmatli odam ekanman deydi endi. Bu ijobiy odam Üzüdün razı. Birinci üzüdün razı. Allah Taala'nın razı. Üzüge Allah Taala bergen nimetke kanaat kılgan. Benim muşu çırayım, muşu avazım, muşu turuqum, muşu turmuşum. Allah Taala bana muşunun hemmesini menden hiç qanday pulsuz bakalıq bana bədi. Bəgəndikən bu Allah'ın katlı nimeti deb xoş oldu. Onda adamda həsəd qilish ruhi qat'i bo'lmaydi. Nimishqa desa, o her üzüdün yuqori turtqan, meyli ilimdə, meyli pulda, meyli abroyda, meyli nimede olsun üzüdün yuqori turgan bir adamni ko'rsa, bunda üzdeki nimetini sanab, belki onun da hazır ko'rinib turgan bunda nimetlerden men sanab bulanmagan, men ko'ranmayotgan, men diqqat qilmagan nurg'un nimet mende onun artıq deb üzünü artıq bilib de, unda onu həsəd qilib o'tirmanmi deydi.